kutganingizdan boshim ko'kka yetdi. Hozir jamoamiz, trening ishtirokchilarimiz taklif qilaman. Ruxsatingiz bilan sizlardan bitta narsa, birozgina pastroq ohangda olqishlab turishingizni taklif qilaman. Trening jarayonida stressni aniqlash hamda uni bartaraf etish usullari bo'yicha topshiriq olishdi. Assalomu alaykum. Men Namangan viloyati Chortoq tumanidagi 53-sonli maktabda amaliyotchi psixolog lavozimida faoliyat yuritaman. Hozirda mana shu markazda 100 soatli malaka oshirish kurslarida tahsil olyapmiz. Bugungi trening mashg'ulotini tashkil etishdan maqsadimiz pedagogik jamoada, ta'lim muassasalarida hamda xalq orasida turli xil holatlarni, salbiy holatlarni oldini olishga qaratilgan. Asosiy maqsadimiz jamoada muhitni, sog'lom muhitni barqarorlashtirish hamda turli xil stress holatlarini bartaraf etishga qaratilgan edi. Bugungi treningda juda ham ishtirokchilarimiz faol qatnashdi. Bahs munozaralarga boy bo'ldi. Maqsadga erishdik deb o'ylayman. Bizning grafimiz